og'riqni nima bilan yo'qotsam bo'ladi deb aynan shu og'riqni yo'qotib beradigan mutaxassisga juda ham biz ehtiyojimiz katta edi. Asosan umurtqalarda operatsiya qilgan, keyin bo'g'im operatsiyalarini ko'p o'tkazgan og'riq sezuvchi retseptorlar bo'ladi. Ya'ni miyaga xabar tashuvchi retseptorlar, ularga retseptor deyiladi. PDTR degan yo'nalish bo'yicha shug'ullanadi. O'sha nervlarning og'rig'ini olib tashlash bilan muammo funksionalda emas, ya'ni mushak, paylarda emas, suyaklarda emas. O'sha og'riq sezuvchi retseptorlarda deb turib, og'riqni qaysi holatda necha foizgacha yo'qotish mumkin? Yoshlarda tajribamizdan hamda 70%, 80%, 100% natijalar bo'lyapti. Hurmatli kuzatuvchilar, biz ish faoliyatimizni sal kengaytiryapmiz. Ko'pchilik og'riq masalasida kelganda biz qiynalardik. Og'riqni nima bilan yo'qotsam bo'ladi deb aynan shu og'riqni yo'qotib beradigan mutaxassisga juda ham biz ehtiyojimiz katta edi. Shunaqa mutaxassis anchadan beri biz kutardik, taklif qilardik ishxonamizga. Nasib qilib, mana bugun shu mutaxassis bilan o'tiribmiz. Sizlarga tanishtirib o'taman. Ismlari Asrorbek. Bu kishi Moskvada o'qiganlar va hozirda PDTR degan yo'nalish bo'yicha shug'ullanadi. O'sha nervlarning og'rig'ini olib tashlash bilan qolganini o'zlari tushuntirib beradi. Qayerda o'qiganingiz o'zingiz haqingizda ma'lumot berib o'ting. Assalomu alaykum. Ismim Asrorbek. Asosiy yo'nalishimiz soham vrachman. Rossiyaning Ivanova shahrida milliy institutda tahsil olganmiz. Umumiy davolash yo'nalishi bo'yicha. Undan keyinchalik Rossiyaning Tatariston Respublikasida tabobat, ya'ni narodniy meditsina deydi. Tabobatga oid yo'nalishlarda hijoma, zulli, giyohlar bilan davolashda tahsil olganmiz. Keyinchalik hozirgi zamonda rivojlanib kelayotgan kasallikni davolaydigan kinezologiya uslubidan shug'ullanganmiz. To'g'risi kinezologiyadan yaxshi qoniqmay, yangi usul bu kishi aytgan PDTR terapiya usuliga o'tganmiz. Hozirda shu PDTR terapiyasi bilan xalqqa qo'ldan kelgancha foydamiz tegib yordam berib kelyapmiz. PDTR degan yo'nalishni xalqqa sal ochiqlab bering, tushuntirib. O'zi PDTR so'zi nima desangiz, lotincha so'z, kelib chiqishi, qisqartma bu. P proprioceptive deep tendon reflex. Ya'ni retseptorlarni chuqur pay refleksi orqali davolash. Endi buni qisqa qilib tushuntiraman. Bizda organizmimizda og'riq sezuvchi retseptorlar bo'ladi. Ya'ni miyaga xabar tashuvchi retseptorlar, ularga retseptor deyiladi. Ular og'riq sezadi, sovuq sezadi, issiq sezadi, tanani qaysi holatda turganini sezadi. Retseptorni qisqa qilib tushuntirsa nima desak, masalan, ko'zingizni yumasiz, qo'lingizni ko'tarasiz, lekin ko'zingiz qo'lingizni ko'rmayapti qaysi holatda turganini, lekin miya sezyapti. O'sha narsani retseptorlar miyaga tashiydi. Ya'ni axborot xabarni olib boradi. Ha, deylik, ko'zimizda yurdik, qo'lni ko'tardik, qo'limiz mana shu yerda turganini ko'rmasak ham sezyapmiz. Buni retseptorlar miyaga xabar olib boradi. Butun tanamizda retseptorlar qayda bo'ladi? Asosan paylarda bo'ladi, mushaklarda bo'ladi, qon tomirlarida bo'ladi, ichki a'zolarda ham bo'ladi. Shular qaysi holatda turganini miyaga doim xabarot tashib turadi. PDTR terapiyasining asoschisi meksikalik Jose Palomar degan neyroxirurg, vertebrolog professor. Bu kishi PDTR sohasiga qanday kirgan desangiz, asosan umurtqalarda operatsiya qilgan, keyin bo'g'im operatsiyalarini ko'p o'tkazgan. Operatsiyadan keyin ham og'riq davom etavergan. Ya'ni masalan, muammo ketdi, aytaylik, artroz bo'lgan, yemirilgan, implant qo'ygan, protez qo'ygandan keyin ham muammo yetib ketgandan keyin lekin og'riq qolib ketgan. Keyin aytganki, ha, demak, muammo funksionalda emas, ya'ni mushak, paylarda emas, suyaklarda emas. Shu og'riq sezuvchi retseptorlarda deb turib, kompyuterni sistemasiga insonni o'sha retseptor sistemasini solib, qiyoslab 23 yil mobaynida shu sohani ixtiro qilib, kashf qilib o'zlashtirgan. Bu sohaning ichida PDTR terapiyaning ichida nimalar bor desangiz, manual terapiya bor, mushak testlari orqali muammoni aniqlaydi. Ichida kinezologiya bor, zamonaviy prikladli kinezologiya, amaliy kinezologiya, meridianlar bor, Xitoy tabobati, meridian o'quvchi nuqtalar, ichki a'zolardagi simpatik, parasimpatik nerv tizimining buzilishlari va asosiysi PDTR terapiya ruhiyat, qo'rquv, vahimaga bog'liq kasalliklar, ya'ni emotsional fon deydi, emotsional stresslarni ham davolaydi. Tushkunlik, kayfiyat tushkun, fobiyalar, masalan, bitta inson qachondir avtohalokatga uchradi, o'sha qo'rquv qolib ketadi, mashinaga minsa qo'rqaveradi. Mashina qo'rqadigan bo'lib qoladi deylik. Shunaqa travmalarga uchrasa bo'ladi. Yosh bola yoshligida masalan itdan qattiq qo'rqqan, shu qachon itni ko'rsa mazasi qochadi, qo'rqadi, shunaqa qo'rquvlarni miyadan o'chirib tashlasa bo'ladi. Ya'ni u noto'g'ri boradigan signal bo'ladi. Hozirda ko'p holatlarda masalan vahima xurujiy kasalliklarini 80% holatda, 70% holatda PDTR terapiya bilan davolasa bo'ladi. Demak, doimiy xotirada turgan o'sha qo'rqoqlik hissini o'chirib qo'yish mumkin.
ya'ni o'chirib qo'yish deb joyda tilda aytyapmiz. Meditsinskiy terminda aytsak, o'sha noto'g'ri bo'layotgan retseptor signalni miyaga tanitib, bu holat hozir yo'q, bu holat o'tib ketdi deb turib, refleks orqali davolaydi. Tajribamizda juda ko'p holatlar bo'lgan. Shu ya'ni emotsional fonda ham davolaydi. Xo'p, biz yo'nalish asosan suyak bo'g'im. Bizga ko'proq menga og'riq beradigan narsa bemorlar og'riq bilan keladi. Meni ham og'rig'im shu, bemorning og'rig'i ham shu. Keladi, men og'rig'imni yo'qotib bering. Oshqozon, jigar yaxshi emas, mana bunaqa tiqilmasi bor desam ham og'rig'ini yo'qotib bering. Shu og'riq masalasida gaplashaylikmi? Og'riqni qaysi holatda necha foizgacha yo'qotish mumkin? Og'riq o'zi nima desangiz, avvalambor baqa o'zi taklif qilganingizdan kelishimdan maqsad shu harakat tayanch tizimini sohasida yo'nalishga ishga keldik. Asosan bo'g'im og'riqlari, bel og'riqlari, bo'yin og'riqlari, harakat tayanch tizimiga bog'liq og'riqlar. Og'riq o'zi nima desangiz, og'riq bu ko'p holatlarda miyaga boradigan noto'g'ri signal qolib ketadi. Aytaylik, biz aytdik, masalan, mana tizza suyagi bo'lsa, tizza suyagining ichida paylar bor. Paylarning ichida miyagacha axborot tashuvchi retseptorlar bor. Golgi, Pacini degan retseptorlar bo'ladi. Ya'ni axborot tashuvchilar. Ular og'riq axborotini ham tashiydi, cho'zilganlik axborotini ham tashiydi, bukilganlik axborotini ham miyaga olib boradi. Miya sezadi-da. O'sha ko'p holatlarda mana shu joyda travmalarda asoratida bo'lishi mumkin. Qattiq qo'rquvlarda asoratida, qattiq yiqilganlardan keyin masalan yoki hozirgi ko'p holatlarda ayollarda uchraydigan masalan kesarov amaliyotlari, tug'ruqdan keyin bel og'rishi, oyoq og'rishi kuzatiladi. Ular qanday bo'ladi desangiz, bizda tizzamiz atrofida ushlab turgan narsalar asosan paylar, mushaklar, ichkaridagi masalan menisklar. O'shalar ichidagi og'riq sezuvchi retseptorlar noto'g'ri signal olib miyaga olib boraveradi. Buni misolini men ko'pincha keltiraman. Aytaylik, pajarniy datchik bor. Masalan, tutun borsa, signalizatsiya ishlaydi, tutunni sezadi, sentrga olib boradi, signalizatsiya ishlaydi, qaytib kelib, masalan, suv sepalik signalizatsiya ishlaydi. Endi tutun bo'lmasa ham o'sha signalizatsiya ishlaydigan bo'lib qoladi. Kasal holatda. Kasal holatda. Og'riq ham xuddi shunday, masalan, muolajalarni qildi, ko'p holatlarda nima qildi, operatsiya qilgandan keyin xuddi hozir polimarda nimasiga o'xshab, shu metod asosiga o'xshab operatsiya ham qildi, og'riq lekin turibdi. Bu miyaga boradigan noto'g'ri signal. Bu ko'p holatlarda mana shuni atrofida ushlab turgan paylar qisib qolib, o'sha og'riq retseptori, og'riq sezuvchi retseptor normadan ko'p boradi, disbalans bo'ladi. Biz o'shani qaysi retseptor, qaysi og'riq sezuvchi retseptor buzilgan, qaysi biri birlamchi, qaysi biri ikkilamchi, uni topib turib, manual mushak testi orqali keyin refleks orqali davolaymiz. Ya'ni chuqur pay refleksi beramiz. Miya xuddi telefon qosib bitta perestavishga berib yuborasiz, yaxshi ishlab ketadi. Xuddi shu holatga olib kelamiz. Birinchi seansda o'zidayoq 70-80%, qolgan ko'p holatlarda 100% natija bo'ladi. Og'riq qo'yib yuboradi. Shuni o'zi bilan qilib qo'ydingiz, yo'g'ib ketadimi yo qo'shimcha nimadir qilish kerakmi degan so'zni aytsam, xo'p, Asrorbek, og'rig'i kamaydi yoki yo'qoldi. Endi shu holat saqlanib qoladimi yo qanchadirdan keyin yana davom etib ketadimi u og'riq? Endi suyak masalan, aytaylik, ko'p tarqalgan bitta artrozni olaylik. Tizza bo'g'im yemirishi. Sizga ham ko'p shu bilan murojaat qilishadi. Pediatr ham shu soha bilan ishlaydi. Artroz holat keldi. Aytaylik, mana suyak bo'lsa, mana shu holatda atrofdagi paylar, mushaklar tirishib qoldi, suyaklar bir-biriga yopishib qoldi, yemirilish ketyapti. Endi biz mana shu holatni normalga keltiramiz. Paylar yumshaydi, paylar qo'yib yuboradi, mana suyaklar bir-birining orasidan qochadi. Qochgandan keyin og'riq pasaydi, og'riq qoldi. Shu bilan yechim bo'ldimi yoki bo'lmadi? Biz aytamiz yo'q. Bu holatda mukammal davolashlik uchun o'zi asli shu uchun birlashdik, shu uchun keldim oldingizga. Chunki mana suyaklarning orasidagi ozuqalar bo'ladi. Suyuqliklar, kalsiylar, fosforlar, ya'ni umuman aytganda suyakning ozuqalanishi. Mana bu holat 5 yildan beri bo'lgan bo'lsa, travmadan keyin mushaklar, paylar qisilib, og'riq doimiy bo'lib turgan holatda biz og'riqni yo'qotdik, mushak paylarni yumshatdik, suyak dorasi ochildi, artroz orqaga qaytishni boshladi. Endi buni nima tiklaydi desa, buni albatta tabobat tiklaydi. Buni ichidagi hiltlar, buni ichiga bo'ladigan ozuqalar, suyuqliklarni tiklashlik uchun tabobatga murojaat qilamiz. Ya'ni sizga, sizda aynan sohangiz shu, shunda komil lecheniya bo'lar deb o'ylayman. Chunki kasallikni davolashda treugolnik gudxirta deydi, o'sha kinezologiyaga asoslangan olimning uch burchagi bor. Kasallikni sababi bir tomonda struktura turadi. Ya'ni mushak, paylar, suyaklarning funksiyalari. Bir tomonda bioximiyasi turadi. Ichki a'zolari, masalan, hazm, hiltlar, modda almashinuvlari. Uchinchi tomonda emotsiya ham turadi, ruhiyatiga bog'liq.
Biz xudo xohlasa shuni bitta bemorda Xudodan so'rab, umumiy shug'ullanishlik uchun uni ruhiyatini tiklab, mushak paylarini atrofidagi tirishib qolishlar, travmalardan suratda yolg'on og'riqlarni yo'qotib, keyin qo'shimchasiga asosiy ozuqani buyoqqa kirgizib, to'yintirishlik uchun tabobatdan foydalanamiz. O'zini PDTRni o'zini qilib qo'yib, og'riqni kamaytirib, mushak tonusga qaytarsak, ichidagi ozuqalar kam bo'lsa, suyak murtlashib, yemirilishni boshlaydi. Shuning uchun shuni mukammal qilib, hammasini birlashtirib, Xudo xolasa qo'ldan kelgancha bemorlarga yordam berishga harakat qilamiz. Xo'p, aynan o'zimni yo'nalishim suyak bo'g'im ozuqasini tiklash bo'lsa, masalan, suyak bo'g'im ozuqasini tiklash uchun biz nima qilamiz? Hazm a'zolari o'z ishini to'liq bajarsa, bo'g'imdan ozuqasi yaxshi yetib boradi. To'liq bajara olmagandan keyin, demak, o'sha yerda mo'rtlash, yallig'lanish, shishlar kelib chiqadi. Og'riq beradi, tabiiy og'riq beradi. Shu og'riqni kamaytirildi, bu yoqdan mizoji hisobga olib, unga to'g'ri keladigan dorivor giyohlarni berildi. Jigar tozalov qilish kerak bo'lsa, jigar tozalov qilindi, o'shaning ichida organizmda o'sha qaysi a'zoda muammo bo'lsa yechildi. Shunda og'riq ham kamayapti, bu yoqdan ildiziga ham e'tibor beryapti. Kasallik asl kelib chiqish ildiziga e'tibor berib muolaja qilinyapti. Bu muolajalar yosh kattalarda menda qiynaydi. Yosh kattalarda qaytadan hujayrani ko'paytirib, o'sha joy rivojlantirish qiyin. Chunki ularda endi moddalar almashish sekin, organizm yosh katta bo'lgan sari sekin ishlashni boshlaydi. Shu paytda ozuqa bersa, men 20-30% foydam tegadi. Endi ular 20-30% foydam tegadi, sizga oldini olamiz deyman. Lekin og'riq masalasi bor. Shularda ham og'riq eski bo'lsa ham nechtadir seans ketadimi og'riqni olish uchun? Albatta bo'ladi. Yosh katta odamlarda 3 ta 4 ta seansgacha qilganmiz. PDTR sohasida ishlaganimizda yosh katta bemorlarda og'riq qolishi, ba'zi yosh kattalarda retseptorlari, nervlarini o'tkazuvchanligi yoshlarga nisbatan kuchlilari ham bo'ladi. Nafaqat yosh katta, lekin nerv o'tkazuvchanligi, nerv sezuvchanligi yaxshi. Ular og'riq bitta seansda, ikkita seansda qolganlari ham bo'lgan. Lekin umumiy qilib olganimda baribir yosh kattalarda muammosi eskiroq bo'lsa, kasali eskiroq bo'lsa, aytyapsiz, masalan, yoshlarda 70% 100% peltlar mana moddalar ta'sir qilsa, yosh qarilarda 30% ta'sir qiladi. PDTR sohasida ham yoshlarda bitta seans ketsa, yosh kattalarda 2 ta, 3 ta kuzatib seanslarni qilsa bo'ladi. Og'riq kamayadi. Nima bo'lgan taqdirda ham retseptorlarda disbalans bo'lgan retseptorlarni to'g'irlab, pay mushaklar normal holatga kelganda bemorda yengillik bo'ladi. Shu bugun masalan birinchi bemor qabul qildik Zohir akamlar bilan. Birinchi kelgan bemorda yengillik bo'ldi. O'zlari xo'jayinlari ham yurishi o'zgarib qoldimi bitta muolajadan keyin. Qancha foiz yengillik bo'lishi yosh kattalarda bizga rang. Lekin yengillik bo'ladi. Yoshlarda tajribamizdan hamda 70%, 80%, 100% natijalar bo'lyapti. Ertalabki ayolda o'zgarish ko'rib, o'zim ham maza qildim. Chunki sal qiynalib yurgan ayol keldi, yurish tekislandi, og'riq yo'qoldi. O'sha e'tirof etildi joyida. Yaxshi, kelgandan bir narsaga erishdi-da odam. Xudo xolisa qolgan giyohlar damlamadan ichish, malhamdan surkab mashqlar qilish bilan ancha tiklanadi. Shu narsa menga zavq berdi. Endi tashrif yuradiganlar bemalol ko'ngil to'q qilib kelsanglar bo'ladi. Ham vrach, ham tabib sizni ko'rib, muammosiga yechim berishga harakat qilamiz. Mana og'rig'idan zerikkan, muammosi bor, tabiiy davolanmoqchi bo'lgan odamlar, menimcha bahonangiz yo'q. Kelsanglar bo'ladi bemalol. Endi qolgani o'zingizga bog'liq. Hammaga Alloh shifoyi komil bersin. Ko'rish sizga manfaat bergan bo'lsa, savollarni yozib qoldiring. Mutaxassisimiz bilan hali ko'p sizlarga chiqish qilamiz. Faqat bizga obuna bo'lib, kuzatishda davom etib, qiziqish bildirib tursanglar, biz yana ham yoritib boramiz faoliyatimizni kelishdan oldin. Shu tayyor bo'lib kelasizlar. Shular meni davolaydi deb, inshaalloh biz ham qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Asrorbek sheyda. Asrorbek, keyingi sonda nima haqida mavzu qilib berasiz o'zingiz? Endi hozir bu boshlanish, albatta keyingi sonlar juda qiziq bo'ladi. Hali xalqimizni qiynab keladigan muammolar, kasalliklar juda ko'p. O'zim spискga ham qilib qo'yganman. Shu kasalliklar haqida ochiqchasiga aytaman. Kommentariyada ham yozishsin ko'proq. Qaysi kasalliklar qiynashadi? O'shanga mana shu PDTR terapiya retseptorlari bilan ishlash hamda tabobat ikkalasini uyg'unlashtirib, kasallikning asl sababini topib, qanday yechim bera olishligimizni ularga aytamiz. Xudo xolasa. Men ko'proq qiziqadigan narsa manual terapiya. Manual terapiya ham ichiga kiradimi? Albatta, biz foydalanadigan kinezologlar ham foydalanadi, osteopatlar ham, PDTR terapiyalar ham manual terapiyani manual mushak testidan albatta foydalanishadi. Chunki miotatistik refleks mushakni qisqarib cho'zuvchi refleksi
bizga javob qaytaradi. Buni kinezolog ham biladi. Kelgan bemorda albatta manual mushak testini qilib, keyin muammosiga kiramiz. Mana bitta mavzu ochildi. Qiziq bo'lsa kuzatinglar. Keyingi safar shuni ochib beramiz inshaalloh. Sog' bo'linglar.